Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun O'zbekiston Yoshlar umumjahon assotsiatsiyasining Janubiy Koreyadagi filiali hamda Koreyada istiqomat qilayotgan yigitimiz Muhammad Nomonxo'jayev YouTube sahifasi bilan hamkorlikda ajoyib bir kollaboratsiyani yo'lga qo'ydik. Ya'ni ushbu loyihamizning asosiy maqsadi Koreyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizga foydali va kerakli bo'ladigan informatsiyalarni yetkazishdir. Va loyihamizning birinchi mehmoni sifatida biz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Janubiy Koreyadagi vakolatxonasida qilishni reja qildik. Avvalambor sizga ushbu intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat kattakon. Birinchi savolim shunaqaki, o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, Yelenoxon. Avvalambor sizlarni tashkilotlaringiz bilan hamkorlik qilganimizdan juda ham mamnunmiz. O'zim haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, men O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Koreya vakolatxonasini rahbar sifatida ayni vaqtda faoliyat yurityapman. O'zim birinchi marotaba Koreya bilan qanday aloqalarim bo'lgan deb aytadigan bo'lsam, 2006-yilda GKS degan programmani bakalavr yo'nalishi bo'yicha bu yerda o'qidik, tahsil oldik. Har ikki davlat aloqalarini mustahkamlashda foydamiz tegadigan darajada qo'limizdan kelgancha xizmat qilishlik uchun ayni vaqtda vakolatxonada faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Rahmat kattakon. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining turli xil davlatlarda vakolatxonalari bor. Aynan qaysi davlatlarda vakolatxonalari bor? Migratsiya agentligini dunyo bo'yicha vakolatxona va faxriy vakilliklari mavjud. Vakolatxonalar umuman dunyo bo'yicha 4 tani tashkil qiladi. Rossiya Federatsiyasi, Turkiya Respublikasi, Qozog'iston hamda Janubiy Koreya Respublikasida vakolatxonalarimiz mavjud. Vakolatxonalar mavjud bo'lmagan davlatlarda esa faxriy vakilliklarimiz faoliyat yuritib kelmoqda. O'zi agentlikda aynan maqsadi nimadan iborat? Maqsadi nimadan? Vazifalarni keyin gaplashamiz. Aynan maqsadi nimalardan iborat va Janubiy Koreyada, mana dunyoda turli xil hududlarda bizda elchixonalarimiz bor shubhasiz. Lekin mana aytib o'tganingizdek 4 ta davlatdagina aynan agentlikda vakillik va vakolatxonalari bor ekan. Buni aynan Koreyada bo'lishining sababi nimada? Avvalambor migratsiya agentligini vakillik va vakolatxonalari va umuman o'zini faoliyati nimadan iborat degan savolingizga javob beradigan bo'lsak, migratsiya agentligining asosiy faoliyati O'zbekiston Respublikasini professional va noprofessional ishchilarini chet davlatlarda o'z malakalarini oshirishlik imkoniyatini yaratishlik. Shu bilan birgalikda shu davlatlar bilan hamkorlikni yana ham kengaytirish maqsadida kadrlar almashuvi siyosati yo'nalishi bo'yicha faoliyat yuritishdan iborat. Ayni vaqtda xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining salohiyatli ko'p ishchilari turli davlatlarda o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Nafaqat bularga yangi ish o'rinlari aniqlash, yangi ish o'rinlari tashkil qilish, balkim chet davlatlarda vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarimizga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Prezidentimiz boshchiligida yaratilgan imkoniyatlar mavjud, yordam imkoniyatlari, ya'ni ularga turli yo'nalishlarda, ya'ni qonunda belgilab qo'yilgan yo'nalishlarda yordam ko'rsatish ham bizning faoliyatimizga kiradi. Bunday yordamlardan birini aytadigan bo'lsak, 2025-yil 22-aprelda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qarori bor. Shunga asosan 6 turdagi yordamlar mavjud. Buni birozdan keyin birin-ketin aytib o'taman. Undan oldin nimaga endi aynan Koreya Respublikasida vakolatxonamiz mavjud degan savolingizga javob beradigan bo'lsam, Koreya Respublikasi bilasiz, O'zbekiston Respublikasi bilan strategik hamkorlikdagi davlatlardan hisoblanadi. Koreya Respublikasi biz uchun shu 12-yillardan keyin strategik hamkorlik darajasiga ko'tarilgan. Bu davlat bilan, ya'ni Koreya Respublikasi bilan O'zbekistonda nafaqat siyosat, nafaqat iqtisodiy yo'nalish va boshqa yo'nalishlardan tashqari aynan mehnat yo'nalishi bo'yicha ham aloqalarimiz juda ham chuqur yo'lga qo'yilgan, hukumatlar aro. Shunga asosan Migratsiya agentligi ayni vaqtda Koreya Respublikasida o'z vakolatxonasini ochganligi xabaringiz bor. Koreya Respublikasida istiqomat qilib kelayotgan O'zbekiston fuqarolari taxminan 100 mingdan oshgan. Ularda qariyb 30 mingdan oshiq holati ayni vaqtda Y9, Y8 yoki bo'lmasam shu
vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan vizalarga ega bo'lgan fuqarolarimiz tashkil bo'ladi. Bu 30 minglik undan oshiq fuqarolar hajmida o'z xabaringiz bor, turli savollar, ularga yordam berish holatlari, ularda huquqlari paymol bo'lgan holatlarda huquqlarini himoya qilish kerak bo'ladigan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Albatta, O'zbekiston Respublikasida, Koreya Respublikasidagi elchixonasi ham bu faoliyat bilan bundan oldin ham shug'ullanib kelgan. Bizning vakolatxonamiz aynan shu mehnat yo'nalishi bo'yicha vaqtinchalik mehnat faoliyatini bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz yo'nalishida chuqurroq shug'ullanishlik uchun tashkil qilingan. Tushunarli. Shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana konstitutsiyamizda ham aynan ko'rsatilgan fuqarolarimiz qaysi O'zbekiston hududidan tashqarida yashayotgan O'zbekiston fuqarolari shubhasiz O'zbekistonning himoyasidadir. Nimaga vatandoshlarimiz savol tug'ilishi mumkin? Nimaga aynan migratsiya agentligi bilan qilindi bu intervyu degan savol tug'ilishi mumkin? Aynan shuni aytmoqchimanki, Koreyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni o'z huquqlarini bilishlarini va huquqiy savodxonliklari baland bo'lishini juda ham xohlaymiz. Shu sababli ham aynan ushbu intervyuimizni siz bilan boshlashga, loyihamizni siz bilan boshlashga qaror qildik. Yana shu yerda aytib o'tmoqchiman. Demak, bizda sizni fikrlaringizdan kelib chiqib, bizda vatandoshlarimiz, ya'ni ishga keladigan vatandoshlarimiz soni Germaniyaga qaraganda, Koreyada, Germaniyaga qaraganda, Yaponiyaga qaraganda ko'proq ekan Koreyada, to'g'rimi? Shunday. Ayni vaqtda Yaponiyada faoliyat yuritayotgan va u yerda istiqomat qilayotgan fuqarolarimiz soni adashmasam 10 mingdan ozroq oshiq sonda tashkil qiladi va sizga misol qilib aytadigan bo'lsak, Germaniyadan ham Koreya Respublikasida aynan solishtirilganda ko'proq fuqarolarimiz istiqomat qilinayotganligi va ularning aksariyat qismi vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolar bo'lganligi uchun Koreyada tashkil qilingan. Tushunarli. Endi Koreyadagi o'sha vakolatxonamizni vazifalari nimalardan iborat degan savolni bermoqchiman. Chunki nimaga bu savolni bermoqchiman? Ko'p vatandoshlarimizda huquqiy savodxonlik yetishmaganligi sababli o'z huquqlarini bilmaydi, qiyin vaziyatga tushib qolganda qayerga murojaat qilishni bilmaydi. O'shaning uchun ham aynan shu savolni bermoqchiman. Bundan oldin biz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda so'rovnoma o'tkazdik. Qadrli vatandoshlar, sizda savol tug'iladi, savol tug'iladi. Agar xorijda aynan ish yuzasida yoki biron bir fojia bo'lib, inson olamdan o'tsa, uni mayitini aynan kim vatanga yuborishda yordam beradi deb o'ylaysiz? Mana biz so'rovnomamizda variantlar berdik, ya'ni O'zbekiston elchixonasi yoki bo'lmasa o'sha migratsiya agentligi yoki blogerlar yoki bo'lmasa o'sha mamlakatda istiqomat qilayotgan puldor biznes vakillari yoki bo'lmasa hech kim degan bir so'rovnomani o'tkazdik va ushbu so'rovnomaning natijasi ham qiziqarli bo'ldi. Aynan shundan kelib chiqib sizga shu savolni bermoqchiman. Migratsiya agentligining vazifalari nimalardan iborat? Juda ham xohlardim vatandoshlarimizga tushunarli bo'ladigan sodda tilda gapirib berishingizni, chunki shu orqali ular o'zlarining huquqlarini bilib olishadi. Rahmat Elionxon, savolingiz juda ham o'rinli savol bo'ldi. Albatta, O'zbekiston fuqarolik pasportini ochib qaraydigan bo'lsak, ushbu fuqaro O'zbekiston himoyasi ostida deb yozilgan yozuvlarimiz mavjud. Bu nafaqat O'zbekiston fuqarolarini O'zbekiston hududi ichida degani, balkim O'zbekiston fuqarolarini chet davlatlarda ham o'z himoyasiga, o'z qanoti ostiga oladigan bu o'zimizning O'zbekiston Respublikasi, ya'ni davlatimiz. 2025-yil 22-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning tashabbuslari bilan chet davlatlarda vaqtinchalik mehnat faoliyatini bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarni haq huquqlarini himoya qilishlik yo'nalishiga alohida e'tibor qaratildi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan 252-sonli qaror qabul qilindi. Bu qarorga asosiy mas'ul bo'lsa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligiga yuklatildi. Bu yerda chet davlatlarda vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarimizga qanday imkoniyatlar yaratildi deydigan bo'lsak, 6 turdagi imkoniyatlar yaratildi. Birini aytadigan bo'lsak, endi birin-ketin aytib o'taman. Siz aytib o'tgan oxirgi vafot etgan fuqarolarimiz ham aynan shu yordamlarning ichida o'rin olgan. Birinchisi, hurmatli fuqarolar, agar siz vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanish viza turiga ega bo'lsangiz, agar qiyin ahvolga tushib qoladigan bo'lsangiz, migratsiya agentligining Koreya vakolatxonasiga murojaat,
telefon orqali yoki bo'lmasam kelishingiz imkoniyati bo'lsa o'zingiz kelganingiz ma'qul, yoki bo'lmasam kelish imkoniyatingiz bo'lmasa telefon orqali aloqaga chiqib bitta ariza qoldiradigan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi 252-sonli Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar ekvivalentida sizga yordam puli ajratiladi. Ya'ni qiyin ahvolda qoldim, endi men chorasiz qoldim degan holatga hech qachon kelmang. O'zbekiston hukumati, Migratsiya agentligi sizga doim yordamga tayyor. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi elchixonasi ham bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar. Koreya vonasi taxminan qancha bo'ladi deydigan bo'lsak, endi kursga qarab o'zgarib turadi. Hozirgi kunlarda taxminan 240 ming won, 250 ming won atrofini tashkil qilyapti. Bu albatta kurs o'zgaradigan bo'lsa yoki ko'payishi yoki kamayishi mumkin. Bu birinchi yordam. Ikkinchi yordam. Siz mehnat faoliyatini yurityapsiz-ku, ishingizdan masalan vaqtinchalik chiqdingiz, ish almashtirish periodiga o'tdingiz yoki bo'lmasam korxonangiz bankrot bo'ldida, o'z joyidan korxonangiz yotoqxonasidan chiqishingiz kerak bo'lgan holat bo'lib qoldi. Endi men ko'chada qoldim, nima qilaman, pulim yo'q deydigan holatga tushib qoladigan bo'lsangiz, yana biz Migratsiya agentligiga, Koreya vakolatxonasiga murojaat qilish huquqiga egasiz. Qiyin ahvolda qolgan bo'lsangiz, bizga ariza bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, aynan shu Vazirlar Mahkamasi 252-sonli qarorini yordami sifatida biz sizga 30 kungacha bo'lgan muddatda o'zingiz yashab turgan hududlardagi aynan shu motel yoki bo'lmasam kichik mehmonxona faoliyati bilan shug'ullanib turgan korxonalar bilan, joylar bilan shartnoma tuzamiz va umumiy qiymati $500 bo'lgan miqdorda 30 kungacha sizga turar joy bilan ta'minlaymiz. Ya'ni bu hukumatimiz tomonidan sizga berilayotgan turgan yordamlarning ikkinchi turi hisoblanadi. Uchinchisi, endi issiq jonimiz chet davlatda doimiy ishlaymiz, o'qiymiz yoki bo'lmasam boshqa jarayonida o'sha mehnat faoliyati bilan shug'ullanib yurgan fuqarolarimiz kasal bo'lib, tobi qochib qolish holatlari bo'ladi. Bu tabiiy holat. Endi hamma albatta sug'urtalangan bo'ladi-ku. Sug'urtalanganda ham sug'urta qoplaydigan qismi bo'ladi pullarni, sug'urta qoplamaydigan qismlari bo'ladi. Sug'urta qoplaydigan qismdan tashqari koreys tilida chagi pudamgim deyiladi. Ya'ni o'zi to'laydigan qismida to'lovlarga qiynalib qoladigan bo'lsa fuqarolarimiz yana bizga murojaat qilishi mumkin ariza bilan. Murojaat qiladi o'zi yoki bo'lmasam bir yaqinlari murojaat qiladigan bo'lsa ariza bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 252-sonli qaroriga asosan $1500 gacha bo'lgan miqdorda, ya'ni o'shaning ekvivalentida Koreya vonida aynan davolanib turgan tibbiyot muassasasi bilan shartnoma tuzib, ularga to'lov qilib berishimiz mumkin. Bu pullarni siz qaytarishingiz shart emas. Bu sizga O'zbekiston Respublikasi Prezident tashabbusi bilan yordam, sizni haq-huquqlaringiz, sog'lig'ingizga qayg'urish natijasi deb bilsangiz bo'ladi. Bu uchinchi yordam bo'ladi. To'rtinchi yordam. Shu yerda bitta narsani so'rab ketay. Demak, 3 ta yordam turi nelegal va talabalarga tegishli emas, to'g'rimi? Yo'q, bu nelegal bo'lsa ham tegishli. Qachonki bu mehnat faoliyati, vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanish uchun Koreyaga kirib kelganligi tasdiqlansa bo'ldi. Lekin talabalarimizga ayni vaqtda bu taalluqli emas, sababi bular talaba ishchi statusida bo'lmaganliklari uchun talaba statusidalar. Qachonki bular bir korxonaga ishga kirib Y7 vizasini oladigan bo'lsa, vaziyatlardan kelib chiqib bu holatga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. Endi to'rtinchi yordamimizga keladigan bo'lsak, fuqaroyimiz bu yerda faoliyat yurityapti-yu, ish jarayonida bir zarar yetdi yoki bo'lmasam oyligini ola olmay qoldi, haq-huquqlari paymol bo'ldi yoki bo'lmasam qandaydir bir muammoli holat kelib chiqdi, ya'ni ish beruvchi bilan birgalikda. Unda ham bizga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Murojaat qilib, agar qiyin ahvolda qolganliklarini bizga isbotlab bera olishsa, ariza orqali biz bu fuqaroyimizning haq-huquqlarini himoya qilishlik uchun biz tashkilot bilan hamkorlik o'rnatgan yuridik firmalar bor. Bu yuridik firmalarda yollaymiz, o'rganib chiqiladi. Agar bu proses o'zimizda yuridik firmalarning yordamisiz amalga oshadigan bo'lsa, o'zimiz yordam beramiz. Agar yo'q, sudgacha borish kerak, sud orqali yoki bo'lmasa tegishli organlarning qarori asosida keyin yordam beriladi deydigan bo'lsa, advokat yollab beriladi fuqarolarimizga. Umumiy miqdorda $3000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda advokatlarni yollab beramiz. Advokatlarimiz toki bu fuqaroyimizning haq-huquqlarini himoya qilib, ularning huquqlarini o'rniga qo'yib, ya'ni huquqbuzarlik qilgan ish beruvchilar bilan Koreya Respublikasi qonunchiliklariga asosan ularni javobgarlikka tortish holatlari ham bo'lishi mumkin. Albatta bu ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning
chet davlatlarda vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimizni haq huquqlarini himoya qilish uchun yaratilgan imkoniyatlardan biri desak bo'ladi. Bu 4-chi imkoniyat. Bu joygacha bo'lgan imkoniyatlarimiz faqatgina vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan va og'ir qiyin ahvolga tushib qolgan fuqarolarimiz uchun tegishli. 5-sini aytadigan bo'lsak, 5-sida shunday, bu ham fuqaro vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimizga tegishli-ku. Bunda mustasno holatlar bor. Bu yerda ishladim, yurdim, kimdir masalan uzoq muddat ishlashi mumkin, kimdir nolegal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam kimdir va ozroq ishladida to'g'ri kelmadi. Men O'zbekistonga qaytaman, O'zbekistonga qaytishga qaror qildim, lekin qaytishga imkoniyatim yo'q deydigan holatlar bo'lsa, fuqaro bizga ariza bilan murojaat qilib, qiyin ahvolda qolganligini hamda o'sha ariza orqali ko'rsatgan holatda va O'zbekistonga qaytishga bilet olib berishlikni so'rashadigan bo'lsa, biz yana o'sha Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qaroriga asosan bir tarafga Koreyadan O'zbekistonga qaytish biletlarini olib beramiz. Viza turini ahamiyati yo'q. Yo'q, bunga ishchilarimiz, ya'ni mehnat faoliyati bilan shug'ullanib turgan, vizaga ega bo'lgan fuqarolarimiz uchun ajratilgan. Bunda bitta mustasno holatimiz mavjud. Mustasno holatimiz shundan iboratki, barcha chet davlatlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik ayollarimizga ham tegishli. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportiga ega bo'lgan, Koreya Respublikasida istiqomat qilayotgan xotin-qizlarimiz, ayollarimiz viza turidan qat'iy nazar bu imkoniyatdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi, agar ular haqiqatan ham qiyin ahvolga tushib qolgan bo'lsa va ularning farzandlari ham. Tushunarli. Bularni ham hammasi muhtaram yurtboshimiz tomonidan chet davlatlardagi fuqarolarimiz va xotin-qizlarimizni haq huquqlarini himoya qilishlik uchun yaratilgan imkoniyat deb bilsak bo'ladi. Va 6-chi eng oxirgi imkoniyatimiz, bunga viza turini hech qanday aloqasi yo'q. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik pasporti bo'lsagina yetadi. Bu o'sha avvalambor hech kimda boshiga tushmasligini istardik. Chet davlatlarda baribir endi umr nihoyasiga yetib qolish holatlari ko'p kuzatiladi. Ya'ni vafot etgan fuqarolarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p emas, ayrim holatlarda kuzatilib turadi. Shunaqangi holatlarda ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar, yuqorida aytib o'tganingizdek, o'zi vafot etib qolsa kim jo'natadi degan savol ayni vaqtlarda, shu kunlarda juda ham ko'p bizga ham kirib kelyapti. Hurmatli fuqarolar, siz avvalambor chet elda tinch, totuv, sog'lom, go'zal hayot kechirishingiz tarafdorimiz. Lekin siz yoki bo'lmasam sizning atrofingizda kimdir vafot etish holatiga yuzaga keladigan bo'lsa, hech qanday qo'rqmang. O'zbekiston Respublikasi hukumati, davlati sizni oldingizda. Sizga yordam berishlik uchun biz davlat xodimlarini shu yerga jo'natgan. Bu ham shu 22 aprel 2025-yilda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qarorida ko'rsatib o'tilgan. Chet davlatlarda vafot etgan O'zbekiston fuqarolarini jasadlarini O'zbekiston Respublikasiga qaytarish ham aynan bizga yuklatilgan. Migratsiya agentligi faoliyatiga yuklatilgan va biz shu fuqaroyimizni toki yuvib, tarab, kafanlab, kerakli shu uskunalar orqali O'zbekiston Respublikasiga o'sha havo yo'llari aviakompaniyasi orqali yetkazib berishlik ham bizning vazifamizga kiradi. Bu ish bilan biz shug'ullanamiz. Endi shu vaqtgacha e'lon qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan edik. Shu fursatdan foydalanib fuqarolarimizga murojaat qilmoqchi edik. Fuqarolar, hurmatli fuqarolar, sizni haq huquqlaringiz, sizni sog'lig'ingiz biz uchun juda ham muhim. Juda ham qadrli. Bu narsani O'zbekiston Respublikasi prezidenti boshchiligida qattiq qayg'urilgan holatda sizlarda huquqlaring himoya qilinadi. Bu bilan ayni vaqtda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligini Koreya vakolatxonasi shug'ullanib kelmoqda. Bu haqda ma'lumot bermoqchi edik. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nimaga fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz o'ylashadiki, agar fojia bilan yoki bilmadim endi kasallik bilanmi xorijda vafot etib qoladigan bo'lsa, ularni jasadlarini vatanga yuborish bilan shug'ullanadigan aytaylik blogerlarga murojaat qilishadi yoki bizda hech kim yordam bermaydi degan bir tushuncha paydo bo'ladi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, balki bunga bo'layotgan sabab sizlar bilan bog'lana olishmaslik ehtimol bo'lishi mumkinmi sizningcha? Endi fuqarolarimiz albatta bu holatdan xabardor bo'lmaganliklari ma'lumot yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Biz Migratsiya agentligi Koreya vakolatxonasi izchil ravishda qo'limizdan kelgancha o'sha matbuotda ham, uchrashgan fuqarolar bilan yig'inlarda ham e'lon qilib kelmoqdamiz. Albatta ma'lumot yetishmovchiligidan
fuqarolarimiz shu fikrda bo'lishadi. Biz bilan endi bu yerda ayni vaqtda migratsiya agentligida xodimlarimizni soni cheklangan. Ya'ni 4 kishidan iborat. Biz ishlashimiz bo'lgan kontingent bo'lsa 30 ming kishidan yuqori va boshqa. Endi hammasini qo'shadigan bo'lsak 100 ming kishi deylik. Ya'ni vafot etgan fuqarolardan qo'shsak. Bizda endi Telegram kanallarimiz bor. Kunduz kunlari biz to'liq 4 ta xodim telefon raqamlariga doimiy javobda beramiz. Kimdir hududga chiqib o'rganadi, boshqa bo'ladi. Javob bera olmaydigan holatlarimizda bizga odatda Telegram kanalimiz orqali murojaat qoldirishsa, albatta ertangi kuniyoq birin-ketinlikda bu ma'lumotlarga javob beramiz. Agar o'shanda ham bizga bog'lanisha olmaydigan bo'lsa, masalan, konsulliklar orqali yoki bo'lmasam elchixona orqali bog'lanish mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir bir tanishi orqali ham bog'lansa bo'ladi. Biz ish telefonimiz ham o'zimizning shaxsiy telefonimiz ham doim ishda, ya'ni ishlab turadi. Bironta bir SMS keladigan bo'lsa ham SMSni hech ham qoldirmasdan o'qib chiqishga harakat qilamiz. Agar imkoni bo'lsa, qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan kontakt bera olasizmi? Masalan, albatta. Shunday holat bo'lib qolsa, har doimgi ochiq bo'lgan shaxsiy raqamingizni emas, albatta. Albatta. Ish raqamini. Bitta raqam beraymi yo hamma xodimning raqamini beraymi? Bitta o'sha murojaat. Doimiy, Chunki siz bitta narsani inobatga oling, bundan keyin ko'p murojaat bo'ladi. Albatta. Chunki vayuni yaxshi odamlar kuzatib borishadi. O'shanga iloji boricha ish raqam berganingiz ma'qulroq. Albatta, hurmatli fuqarolar, agar siz vaqtinchalik Koreya Respublikasi mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqaro bo'lsangiz-ku, haq-huquqlaringiz masalasi bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, bizning ish raqamimizni aytaman: 010 39 87 16 61. 010 39 87 16 61. Ushbu raqamga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz murojaat qilganingizda bu liniya band bo'lib qoladigan bo'lsa yoki javob bera olmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bizda Telegram gruppamiz bor, kanalimiz, ya'ni Vakolatxona X bilan yoziladi, X bilan Vakolatxona 2026 logini ostidagi Telegramga siz murojaat qoldiradigan bo'lsangiz, albatta siz bilan bog'lanamiz xodimlarimiz. Rahmat. Biz bu yerda ham o'sha raqamlarni yozib ketamiz, albatta. Keyin siz ko'p suhbatlarda aytib o'tasiz, ya'ni ba'zida ehson yig'iladi, bu mayitni vatanga jo'natish haqida degan fikrlar xato uyg'onib qoladi. Shu yerda siz aytib o'tganingiz, ya'ni kasalxonani xarajatlarini qoplamaydi vakolatxonada, bu zimmasiga kirmaydi. Shu narsani ham bir vaziyatda ochiqlab keta olasizmi? Albatta. Yelinaxon, bu joyda to'xtalib o'tish kerak bo'lgan joylar bor. Ya'ni birinchi o'rinda Vazirlar Mahkamasining 252-sonli qarorining 6 ta punkti haqida sizga gapirib o'tdim. Bu punktlarda 2025-yil 1-avgustdan so'ng mehnat faoliyati bilan kirib kelgan fuqarolarimiz, ya'ni 1-avgustdan so'ng 25-yil Koreyaga kirib kelgan fuqarolarimizni deyarli hammasi sug'urtalanyapti O'zbekistonda. Mana bu fuqarolarimiz yuqoridagi 6 ta imkoniyatdan sug'urta korxonasi tomonidan qoplanadi. Ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri bu fuqarolarga bunday yordam bera olmaymiz, chunki bular sug'urtalangan bo'lganligi uchun. Bularda o'zlarida har birlarida sug'urta polisi bo'ladi. Sug'urta polisini qanday ishlatishni bilmasa, bizga aloqaga chiqsa, yuqoridagi raqamlarimizni biz o'rgatamiz. Endi bu fuqaro kelganiga 1 yildan oshadi-ku. Masalan, 1-avgustdan keyingi fuqarolar, oldingilar to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishi mumkin. 1 yildan oshgandan keyin yuqoridagi 6 ta yo'nalishni hammasidan biz orqali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi shuni 6-imkoniyat bo'lmish o'sha vafot etgan fuqarolarimizda ehsonlar nimaga yig'iladigan holatlar degan savol tug'ildi, to'g'ri. Bir necha marotaba bunga turli tadbirlarda javob berdik. Endi yuqorida aytib o'tdik, mehnat faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar dedik-ku. Agar bunaqangi fuqarolar bo'lsa, bularda kasalxonalarda birinchi davolanib vafot etgan bo'lsa, kasalxonaning pulini ham $1500 atrofida qoplab beramiz. Endi kasalxonaning puli juda ham ko'p chiqib ketgan holatlari bo'lsa, avvalambor ish joyida bo'lsa, Sanje boshqa sug'urta korxonalari qoplagandan keyin oshib qoladigan bo'lsa, bizda ham belgilangan $1500 bor. Undan oshig'iga o'sha yaqinlarini, o'zi ishlab topgan pulini, qarindosh urug'lari bilan bog'langan holatda o'sha qolgan qismini qoplash ko'proq kelishilinadi va shunday bo'lsa ham mayitni yuvib tarab O'zbekistonga jo'natishlik O'zbekiston hukumati zimmasida. Endi vizasi boshqa turdagi fuqarolarimiz ham bo'ladi-ku. Masalan, studentlarimiz vafot etib qolish holatlari bo'lyapti yoki bo'lmasam H2, F4 degan vizalarimiz bor. Bunaqangi vizadagi fuqarolarimiz ham davolanib, keyin vafot etib qoladigan holatlarda bo'lsa, bu fuqarolarimizni mayitlarini jo'natishda muammo bo'lmaydi, lekin kasalxona xarajatlarini qoplash bizda qonunda
tartiblarimizda belgilab qo'ygandan tashqari holatdagi vizada bo'lsa, shu holatda masalan yaqinlardan birinchi o'rinda so'raladi. Bo'lmaydigan bo'lsa shu ehson yig'ish yoki bo'lmasam jamoatchilik yordamiga qaralayotgan holatlar kuzatilmoqda. Tushunarli. Demak, viza tur bu yerda aynan kasalxona bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlardagina ehson yig'ilish ehtimoli kattaroq ekan. Yana savol bermoqchiman. Mana keling, mana faoliyatingiz davomida siz aytib o'tgan 6 ta yo'nalishda ishlab faoliyat yuritib kelmoqdasiz. Keling endi shu biroz raqamlar bilan agar imkoni bo'lsa, raqamlar bilan ishlab ketsak, ya'ni o'tgan yil davomida qancha miqdorda yordam berildi aytaylik, vatandoshlarimiz, ayollarimiz qiyin vaziyatga tushib qoldi, qancha miqdordagisini aynan biletini olib berib jo'natib yuborildi va undan tashqari agar imkoni bo'lsa o'tgan yil miqdorida qancha miqdorda mayit jo'natilganini ham aytsangiz. Bu haqda statistik dalillarda biz e'lon qilishligimiz to'g'risi qay darajada maqsadga muvofiq bo'lishini bilmadim, lekin men sizga umumiy holatda aytadigan bo'lsam, 10 ga yaqin ayollarimizga yordam berildi va fuqarolarimiz, bir martalik yordam olgan fuqarolarimiz taxminan shu 100 dan oshiq fuqarolarimiz bir martalik yordamlar olishdi va afsuski shu vafot etib jo'natilgan, O'zbekiston hududiga jo'natilgan fuqarolarimiz ham bir necha 10 kishini tashkil qiladi. Tushunarli. Demak, siz biroz aytishni xohlamayapsiz, odamlarda xavotir tug'ilishi. Albatta, biz endi bunaqangi statistik dalillarda, ya'ni ma'lumotlarda rasmiy murojaat bo'lgan taqdirdagina biz oshkor qilish huquqiga egamiz. Rasmiy murojaat bo'lmagan holatda to'g'risi har xil talqin qiladigan holatlar yuzaga kelishi mumkin-da. Asosiysi fuqarolarimiz bilish kerak bo'lgan narsa, O'zbekiston Respublikasi sizni himoyangiz uchun shay. Sizni haq-huquqingiz buzildimi, bizga murojaat qiling. Biz sizga yordam berishlik uchun shu yerda faoliyat yurityapmiz. Sizga qandaydir bir ozor yetdimi, ayting, qo'limizdan kelgancha yordamga tayyormiz. Shuni bilsa, menimcha yetarli bo'ladimikan deb o'ylaganman. Endi keyslar baribir qiziq menga, ko'pchilik auditoriyaga ham qiziq bo'lsa kerak. Mana ayollarimizga yordam berildi deb aytib o'tdingiz. Imkoni bo'lsa, ism familiyalarni aytmagan holatda shu vatandoshlarimizga ko'proq bir faoliyatingiz ochiqroq bo'lishi uchun qanday keyslardagi ayollarimizni jo'natdingiz? Albatta. Ikkita keys aytib bersangiz. Albatta. Bir keys aytadigan bo'lsak, Koreya Respublikasiga, ya'ni Koreya fuqarosiga turmushga chiqib kelgan qizimiz o'zaro oilaviy janjal va ajrim sababli o'sha ozroq qiyin ahvolga tushib qolganligi aniqlangan o'tgan yili. Bu fuqaroyimiz farzandlari ham mavjud bo'lgan. Tezkorlik bilan bu fuqaroyimiz haqida ma'lumot oldik va bu fuqaroyimiz bilan bog'lanib, toki fuqaroyimizda hamma hujjatlari tayyor bo'lib, biletlar olinib O'zbekistonga ketgunga qadar vaqtinchalik yashab turishlik uchun gostinitsa, ya'ni mehmonxona olib berildi va hujjatlari tayyor bo'lib, biletlari tayyor bo'lganligidan keyin farzandlari bilan O'zbekiston Respublikasi, ya'ni qarindoshlarini bag'riga jo'natish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu birinchi keys. Ikkinchi keys, O'zbekiston ikkala turmush o'rtog'i ham, ayol ham O'zbekiston fuqarosi o'zaro oilaviy janjal va oilaviy muhitda farzandlar tarbiyasi uchun nomaqbul holatga kelib qolganligi aniqlangan. Buni O'zbekiston Respublikasi, Koreya Respublikasi elchixonasi xodimlari bilan birgalikda amalga oshirdik. Bu ham o'tgan yil oxirida bo'lgan voqea. Fuqaroning holati, oilaviy holati borib o'rganildi. Haqiqatan ham farzandlar tarbiyasi va doimiy yashab bu yerda ketishlik uchun juda og'ir, qiyin ahvolda bo'lgan. Shunda farzandlar va ayolda shu O'zbekiston Respublikasiga barcha hujjatlarni, ya'ni ayrimlarini hujjatlarini illegal bo'lib qolgan holat bo'lgan. Shu hujjatlarni tayyorlangungacha vaqtinchalik yashab turish joylariga joylandi va fuqaroni Vazirlar Mahkamasi 252-sonli qaroriga muvofiq bir martalik bir tarafga bilet olib berildi va fuqarolar uyga jo'natildi. Yana bitta keysimiz bo'lsa, turmush o'rtog'i ham, o'zi ham bu yerda Y9 vizasi bilan yashashadi. Lekin farzand ko'rishgan. Ikkalalari ham qiyin ahvolga tushib qolgan, sababi xo'jayini ham, ya'ni ish joylaridan bo'shagan holatda, ayoli ham farzandlar tarbiyasi bilan band bo'lgan holatda ishlarni ko'p yaxshi bo'lmaganligi sababli qiyin ahvolda qolishganligi uchun ariza bilan murojaat qildi. Bu fuqaroyimizni shu farzandlari bilan qizimizni va o'sha turmush o'rtog'ini ham hammasini birgalikda O'zbekiston Respublikasiga qaytardik. Shar'iy nikoh bilan oila qurib, shunday qiyin vaziyatga tushib qolgan qizlarimiz ham bo'ldimi?
masalan bilamiz Koreyada aynan rasmiy nikohdan o'tmasdan, illegal bo'lib qolganligi sababli rasmiy nikohdan o'tmasdan shar'iy nikoh bilan yashagan vatandoshlarimiz bilan bog'liq ham qandaydir vaziyat bo'ldimi? Bizda aynan shar'iy nikoh masalasi bo'yicha hech qanday murojaat kelib tushmagan, chunki bizni faoliyatimizga to'g'ridan to'g'ri taalluqli bo'lmaganligi sababli, balkim konsulligimiz yoki bo'lmasam elchixonaga tushgan bo'lsa, bunday ma'lumotga ega emasmiz. Hozircha ayni vaqtda bizda bunday ma'lumotlar kirib kelmagan. Sizda ham masalan nimaga bunchalik misollar bilan ishlashga harakat qilayotganimga savol tug'ilishi mumkin. Bu vatandoshlarimizga yana ham to'g'riroq o'z huquqlarini bilish uchun yordam beradi deb o'yladim. O'shaning uchun ham aynan misollar bilan ishlaganimiz yaxshi deb o'yladim. Endi o'zi siz haqingizda yana bir faktni bilaman. Siz koreys tilini juda ham yaxshi bilasiz. Aynan shu masalan faoliyatingiz davomida nafaqat vatandoshlarimiz bilan, balki to'g'ridan to'g'ri tashkilotlar, koreys tashkilotlari bilan ishlaysiz, advokatlik firmalari bilan ishlaysiz. O'zi bu jarayon qanday ketadi? Endi yuqorida aytib o'tgan yordamlarimizni eshitib, vatandoshlarimiz migratsiya agentligining Koreya vakolatxonasi faqat fuqarolarning haq-huquqlarini himoya qilib, faqat yordam berish bilan shug'ullanar ekan degan fikr tug'ilib qolmasligi kerak. Biz qiladigan vazifalarimizga yangi o'zbekistonlik mutaxassislar uchun yangi frontlar ochish, yangi ishxonalar aniqlash, hamkorliklar qilish, ya'ni Koreya Respublikasining hududlari bilan O'zbekiston Respublikasi hududlarining hamkorliklarini amalga oshirish yoki bo'lmasam yirik ish beruvchilar bilan O'zbekistonda migratsiya agentligi bilan yoki bo'lmasam o'sha belgilangan tashkilotlari bilan aloqalarni o'rnatishlik vazifamizga kiradi. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, shu Ulsan degan shahar bor, bilasiz, ya'ni Koreya Respublikasini sanoat poytaxti deb nomlanadi, ya'ni janubda joylashgan. Eng yirik sanoat korxonalari shu joyda joylashgan. Ulsan shahri bilan masalan Farg'ona viloyatini birodarlik aloqalari o'rnatildi. Koreyada bilasiz, Kwangyok bija degan narsa bor, ya'ni hududlarda hokimlari tomonidan beriladigan viza turlari bor. Buni talablariga asosan avvalambor ushbu hududlar birodar bo'lishi kerak. Shu birodarga aloqador bo'lgan hududda keyin hududlar aro professional va noprofessional darajadagi ishchilar almashish imkoniyati bor. Xuddi shunday qilib mana Farg'ona bilan Ulsan shahrining birodarligi amalga oshirildi. Bunga asosan Ulsan shahrida joylashgan Hyundai og'ir sanoat korxonasi Farg'onada joylashgan Koyka tomonidan qurib berilgan fuqarolarni vaqtinchalik kasbga tayyorlash markazida Ulsan shahrini kadrlar tayyorlash markazi ochildi. Shu yerda o'zlarini Hyundaiga kerakli bo'lgan, og'ir sanoatga kerakli bo'lgan fuqarolarni tayyorlab o'zlari olib kelishyapti. Yana migratsiya agentligi tomonidan qilingan keyslardan birini buni misol keltirsak bo'ladi. Yana biri qishloq xo'jaligi sohasi ham Koreyada bilasiz, ko'p odam Koreya faqat sanoat tarafdan rivojlangan, faqat sanoat bor deb o'ylashi mumkin. Yo'q, Koreya Respublikasida qishloq xo'jaligi ham mavjud. Ya'ni albatta inson bor ekan, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ehtiyoj bo'ladi. Xuddi shunday hududlarda hozir Koreya yoshlari qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanish juda ham kamayib ketgan. Avvalambor Koreyada tug'ilishlik darajasi kamayishi natijasida ko'proq yoshlar shu poytaxtga intiladi, xabaringiz bor. Shunga biz hududlar bilan qishloq xo'jaligi mavjud bo'lgan hududlar bilan O'zbekistonda ayrim hududlarni masalan birodarligini o'rnatamiz. Masalan bunga yaqinda biz hamkorlik o'rnatgan Andijon viloyati bilan birgalikda Puan shahri o'rtasida migratsiya agentligi bilan birinchi tuzildi va bu hudud, ya'ni Puan hududi Andijon viloyati bilan birodarlik o'rnatildi. Bular ham mavsumiy ishchilar, Y8 deyiladi, mavsumiy ishchilarni olib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda baliqchilik juda ham ko'p rivojlangan. Bizning loyihalarimiz ichida baliqchilik sanoati bilasiz, faqatgina dengizga chiqib baliq ushlab kelinmaydi Koreyada. Dengiz atrofiga boradigan bo'lsangiz, dengiz suvini olib kirib, baliqni boqib, dengiz suvini sirkulyatsiya qilish jarayonida atrofda baliqchilik fermer xo'jaliklari juda ham ko'p. Bu soha ustida hozir ishlab kelmoqdamiz. Shu bilan birgalikda mana Jeju oroli bor, xabaringiz bor. Jeju orolida Koreya Respublikasi eng katta mandarin yetishtiradigan hudud hisoblanadi. Bu sezonda, bu mavsumda mandarin teradigan mavsumda odam yetishmovchiligini sezar ekan. Biz bordik yaqinda. Jeju o'sha hokimiyati bilan uchrashuvlar qildik, kerakli tashkilotlar bilan. Bularda so'rovlari shunday iborat bo'lyaptiki, qani edi o'sha mavsumda bizga ishchilar, mavsumiy ishchilar keladigan bo'lsa, bu mavsumiy ishchilarni aynan mandarin terish davrida ko'proq ishlatsak bo'ladi va
Ko'p odam bilmaydi, Jeju orolida karislarda trupi bor, kimchida ishlatadigan. Kaktuki degan kimchi qilinadi. Shu kimchida ishlatiladigan trup ham juda ko'p yetishtirilar ekan. Bu sohaga juda ham ko'p talab bo'lyapti. Bundan tashqari yana sanoat sohasidan tashqari servis yo'nalishi ham juda ham shu kunlarda dolzarb bo'lyapti. Endi biz bu yerdagi barcha xodimlarimiz karis tili, ingliz tili, rus tili, o'zbek tilida bemalol suhbat qila oladigan darajada bo'lganligi uchun har birimiz borib to'g'ridan to'g'ri muzokara olib borish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni o'rtaga tarjimon qo'yishimizga hojat yo'q. Bu biz ijobiy taraflarimizdan biri desak bo'ladi. Ya'ni hamkorlar bilan ham ularda nima demoqchiligini to'g'ridan to'g'ri eshitib, bilib, ular savollariga to'g'ri javob berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni yaqinda shu yangi qo'yilib turgan servis yo'nalishi bo'yicha loyihamiz bor. Mehmonxonalar juda ham ko'p Koreyada bilasiz. Aynan turistlar ko'p keladigan hududlarimiz bor va poytaxt Seul shahrida ham mehmonxonalar bor. Mehmonxonalarda ko'proq shu yerga yordam ko'rsatish, ya'ni xonalarda pardozlash, boshqa ishlari bilan shug'ullanadigan xodimlarga Koreya juda ham ko'p ehtiyoj sezyapti. Ayni vaqtda bu yo'nalish bo'yicha ham loyiha ustida ishlamoqdamiz. Yaqin kunlarda O'zbekiston Respublikasidan aynan mehmonxona yo'nalishi, servis yo'nalishi bo'yicha ham yangi imkoniyatlarni ochish harakatidamiz. Koreyada O'zbekistondan ishchilarni olib kelishda bevosita xizmat qilasizlar, xizmat ko'rsatasizlar. Endi koreyslar bilan ham gaplashasiz. Endi 1, 2, 3 deb aytib o'tsangiz, o'zbek ishchilarni, mana mavsumiy ishchilar deymiz, ishchilarni plyus taraflari va minus taraflari koreyslar aytadigan. Bu hech qayerda masalan o'rganilmagan, shunchaki insonni fikrlaridan ayta olasizmi? Albatta. Biz doimiy mana xabaringiz bor, 17 ta davlatdan Koreya Respublikasi hamkorlik qilgan, ya'ni professional va noprofessional ishchilarda bilan shu sohada ishlash bo'yicha Koreya Respublikasi Mehnat vazirligi 17 ta davlat bilan birgalikda hamkorlik qilib kelmoqda. Buning ichida O'zbekiston ham shu 17 tadan bittasi hisoblanadi. Albatta, bu hamkor davlatlarimizdagi holatlar doim biz tomonimizdan o'rganilib boriladi. Ya'ni bular qay holatlarda qanday harakat qilyapti, qaysi taraflari bizdan ustun, qaysi taraflari bizdan nima? Ustun taraflari birdan o'rganiladi va bizda yo'q taraflar tezda olinib, shu tatbiq qilinib kelinmoqda. Endi shu jarayonida O'zbekiston Respublikasini oxir-oqibat fuqarolarimiz ko'proq kelib, ularga bo'lgan fuqarolarimizga bo'lgan talab ko'proq bo'lishligini asosiy omili bu koreys tilini bilishlik. Ya'ni ish beruvchilarning juda ham ko'p ta'kidlaydigan narsasi koreys tilini yaxshi bilib kelishsa, albatta o'zlari uchun ham ish beruvchilar uchun ham yaxshi. Doimiy masalan noprofessional holatda Y9 vizasida kelgan fuqarolarimiz ham koreys tilini yaxshi o'rganishsa, topik boshqa sertifikatlarni olib, kerakli imtihonlar topshiradigan bo'lsa, Y7 vizaga o'zgartirish mumkin bo'ladi va bilasiz, Y9 vizasi 3 yil plus masalan 1 yil 10 oy bo'ladi, 4 yil 10 oygacha yurish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, Y7 vizasini olsa, toki nafaqaga chiqqungacha ham Koreyada bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun ish beruvchilarimiz asosiy talab qilyapti turgan narsalardan biri tilni yaxshi bilishligi. Va fuqarolarimizda shunaqa narsa borki, endi biz juda ham bolajon, qarindosh urug'imiz ko'p xalqimiz. Koreyaga masalan kimdir kelsa, birdan qarindoshi yoki masalan qishloqdoshi aloqaga chiqadi-da, "Kim meni oldimda yaxshi ish bor" deydi. "Men ko'proq oylik olyapman" deydi-da, lekin yangi kelgan bola birdan "Yo'q, meni ishim yomon ekan" deydi. "Bir kuniga manoncha olyapsan" degan, bilasiz-ku. Har xil to'g'ri informatsiya ham bor, dezinformatsiya ham bor. Dezinformatsiyaga ega bo'lyapti-da, fuqarolarimiz "Yo'q, men ishxonamni almashtiraman" deyapti. Ishxonamni almashtirish huquqiga egaman, almashtiraman deyapti. Birdan kelgan korxonasida bir oy ham ishlamasdan boshqa korxonaga o'tib ketish holatlari bo'lyapti. Bunaqangi holatda albatta ham o'zi uchun zarar, ham kelgusida kelishi mumkin bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining imiji, millat sifatida imiji uchun ko'proq zarar bo'lish holatlari kuzatilyapti. Buni oldini olishlik uchun migratsiya agentligi nima harakatlar qilyapti deb so'raydigan bo'lsangiz, ayni vaqtda shu 3 taraflama shartnoma qilinyapti. Fuqarolarimiz kelishdan oldin o'zi migratsiya agentligi va kafillar o'rtasida shunda alohida bandlar ko'rsatib bo'lgan. 4-2-bandining ichida bir necha mayda bandlarga ham bo'linadi. Shuning ichida agar fuqaro ishlayib turgan joyida ish joyi o'ziga to'g'ri kelmaydigan holatda migratsiya agentligini Koreya vakolatxonasiga murojaat qilsa, haqiqatan ham u fuqaroning sog'lig'iga to'g'ri kelmay turgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam ish joyi masalan bankrot bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Shunaqa holatda birdan bizga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bizga murojaat qilishsa darhol korxona ish beruvchisi bilan aloqalashamiz. Agar fuqaroning sog'lig'iga ish to'g'ri kelmaydigan bo'lsa,
shu hududdagi vrachlarni xulosasi beriladigan bo'lsa biz ruxsat beramiz boshqa korxonaga o'tishga yoki bo'lmasam korxona bankrot bo'ladigan bo'lsa ham boshqa korxonaga o'tishga ruxsat beramiz. Bundan mustasno holatda erkatoylik yoki bo'lmasam kimnidir aytganligi uchun отказ olib chiqib ketadigan bo'lsa bizdan ruxsatsiz shartnoma bandlarini buzgan hisoblanadi va to'g'ridan to'g'ri jarimaga tortilib qolish holatlari bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, siz atrofingizdagi yaqin qarindosh aka ukalaringizni gapiga uchmang. Sizni har bir qilyapti turgan harakatingiz avvalambor sizni o'zingizning imijingizga va sizni orqangizda sizga umid bilan qarab turgan oila a'zolaringiz, qishloqdoshlaringiz shu bilan birgalikda butun bir O'zbekiston xalqiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilishi mumkin-da. Shuning uchun biz bilan aloqaga chiqing, biz sizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz. Siz hech qachon haq huquqlaringiz buzilgan holatda bo'lmaysiz. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan, ishchi vizada kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz qaysidir ma'noda korrupsion holatlarga duch kelishi mumkinmi? Korrupsiya holatlarini oldini olishlik uchun migratsiya agentligimizning rahbari boshchiligida juda ham ko'p sa'y-harakatlar qilinmoqda ayni vaqtda. Ya'ni ulardan birinchisi Koreya Respublikasiga ishlash uchun kelishdan oldin test sinovlari bo'ladi. Shu test sinovlarini oldin migratsiya agentligining o'zini ichida o'tkazdirilgan. Ayni vaqtda bu narsadagi umuman korrupsiya holatlarini tak tomiri bilan sug'urib tashlashlik uchun davlat test markazi orqali hozir amalga oshirilyapti. Davlat test markazida test o'tkazilyapti. Davlat test masalan universitetga topshiradi-ku abituriyentlarimiz xuddi shu joyda bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti va o'ylaymizki fuqarolarimizni kirib kelmoqchi bo'lgan fuqarolarimizni koreys tilini bilish darajasi ham haqiqiy baholanadi va hech qanday korrupsiya holatsiz kirib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu birinchisi. Keyin siz kimdir o'rtaga tushib, men seni Koreyaga jo'natib yuboraman, Koreyaga jo'natib yuboraman deydigan holatlari hech qachon ishonmaslik kerak. Chunki bu yerda inson omili umuman aralashmaydi. Ya'ni fuqaro test topshirib, uni ma'lumotlari Koreya o'sha HRD Koreya degan tashkilot orqali Koreya Mehnat vazirligiga jo'natiladi. Yana u ham ism sharifsiz jo'natiladi. Ism sharifsiz qanaqadir kodlar bilan jo'natiladi. Ya'ni ish beruvchilar ham to'g'ridan to'g'ri borib o'zini hududdagi mehnat idorasiga menga masalan chet ellik ishchi kerak sanoat sohasi yoki servis sohasida deydigan bo'lsa, shu qaysi davlatdan olasiz degan savol qo'yishadi. To'g'ridan to'g'ri koreyslar orasida bo'ladigan narsada, bu hududlarda bo'ladigan. O'sha yo'nalishini tanlaydigan bo'lsa, masalan 3 marotibagacha variant beradi. Masalan, O'zbekistondan yoshi muncha bo'lsin, boshqa bo'lsin deb talab qo'yadigan bo'lsa koreyslar, o'sha koreyslarda Mehnat vazirligi tomonidan variant beriladi. Mana bunaqa fuqarolar bo'ladimi? Shuni ichida tanlaydi. Shu tanlangan odamgagina keyin O'zbekistonga masalan o'sha kodi borsa, u ko'z shifrovka qilib o'zgarilib, keyin ism sharifga o'zgaradi. Bu O'zbekistonda o'zgaradi. Bu yerda hech qanday korrupsion holat bo'lishi mumkin emas-da. Endi to'g'ri g'araz niyatli insonlar qandaydir qilib men seni jo'natib yuboraman boshqa deb aldab nima qilish mumkin? Bularda hammasi tovlamachilik hisoblanadi. Endi nelegallik mavzusiga to'xtalaylik. Ya'ni kim agar hozirgi kunda ham ancha miqdor yuqori va qaysidir miqdordan oshsa, Koreya Adliya vazirligi aynan ishchi vizalarni berishda O'zbekiston uchun to'xtatishi mumkin degan bir fikrni aytib o'tdilar. Shu haqida ham aytib o'tsangiz, hozirgi kunda ishchi vizasi bilan kelib nelegallikka chiqib ketgan vatandoshlarimiz miqdori aniq bo'lsa shu haqida aytib o'tsangiz va hozirgi kunda qancha shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, nelegallik holati bu to'g'ridan to'g'ri Koreya migratsiya qonunchiligini, immigratsiya qonunchiligini to'g'ridan to'g'ri buzilishligi hisoblanadi. Ya'ni Koreyada turish huquqini chetlab o'tib, yana ham Koreyada qonunlar buzgan holatda qolish deyiladigan narsa. Endi umuman oladigan bo'lsak, mana sizga yuqorida aytib o'tdim, 3 taraflama shartnoma qilinyapti. 3 taraflama shartnoma qilib kirib kelgan pokoleniyadan boshlab, ya'ni shu bosqichdan boshlab nelegalga chiqishlik holatlari deyarli katta o'zgarish, ya'ni ijobiy tarafga o'zgargan. Ya'ni migratsiya agentligi tomonidan kirib kelyapti turganlar. Albatta, bundan oldin nelegalga chiqib ketish holatlari bo'lgan, lekin bular mana bu migratsiya agentligidagi ichki o'zgarishlar, boshqalar mana shartnomalar, 3 taraflama shartnomalar tashkil bo'lishidan oldin bo'lishi mumkin. Lekin 3 taraflama shartnoma yo'lga qo'yilgandan keyin bunaqa holatlar keskin kamaygan. Endi tashqaridan qaralganda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini nelegal holatlari deb qaralyapti-da, ko'p odamning fikri ishchilar tarafiga o'tib qolyapti. Yo'q, aksincha ayni vaqtda nelegal holatda yuzaga keltiryapti turgan asosiy kontingentimiz studentlar tashkil qilyapti, biz bilishimiz bo'yicha. Hurmatli studentlar, keldingiz, chiroyli universitetda o'qiyapsiz. O'qiyap turgan universitetingizda ozroq sabr qilib bitirib oladigan bo'lsangiz, ya'ni topik imtihonlarini topshirib o'tib oladigan bo'lsangiz, Y7 vizasini olish
imkoniyatiga to'g'ridan to'g'ri ega bo'lasiz. Shu narsani masalan studentlarimiz kirib kelishlaridan oldin yaxshi tushuntirishlar olib boriladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylaymiz. Biz nima qilyapmiz? Biz Koreyaga tanlangan va Koreyaga kirib kelishdan oldin 1 oy davomida o'qitishlar bo'ladi-da bizda. Koreyaga kirib kelishdan oldin tayyorlov jarayoni. Shu jarayonda kerak bo'lsa vakolatxonamiz bir haftada 3 martadan 1 soatdan dars qo'yib, shu fuqarolarga to'g'ridan to'g'ri ma'lumot berib kelyapmiz. Ya'ni nima qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'lmaydi. Mana shu narsalarimiz masalan migratsiya agentligi rahbari boshchiligida ijobiy samara beryapti deb ayta olamiz. Eshitgandim, hattoki endi bilasiz, Koreyadagi vatandoshlarimiz soni 100 mingta degan bilan ham baribir hamma bir-birini taniydi. Bir-birimiz bilan ko'p gaplashamiz masalanda. Hattoki eshitgandim shunaqa gap so'zlarni. Bir Koreyadagi ishga kelgan ishchilar yoppasiga nelegalga chiqib ketgan holatlarini eshitgandim. Endi bu qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi bilmadim, lekin shunday holatlar bo'ladi. Masalan, ko'p miqdordagi vatandoshlarimiz birdaniga nelegalga chiqib ketgan holatlar. Bu narsa haqida biz ham o'sha ilgari bo'lganligi haqida eshitganmiz. Ya'ni mavsumiy ishchi yo'nalishi birinchi marotaba o'sha yo'lga qo'yilgan vaqtida kelishiboq endi birdan qochib ketishganda, ular ham o'sha haligi aytgandek menimcha sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Sen mavsumiyga kelding, 5 oydan keyin yoki 8 oydan keyin qaytishing kerak bo'ladi. Undan qochib ketsang ko'p yurasan degan kimlardir maslahat berganda, albatta bu narsalar hammasi choralari ko'rilgan, fuqarolar barchalari O'zbekistonga qaytarilgan, lekin bu yerda zarar ko'rgan yana O'zbekiston imiji bo'lgan. Ya'ni Koreya Respublikasi bir muddatga ayni shu voqea bo'lgandan keyin Koreyaga mavsumiy ishchiga viza berishlikni to'xtatib qo'ydi. Mana biz xohlasak ham jo'nata olmadik. Ya'ni shu 300 gina fuqaroyimiz bir necha ming fuqaroyimizga berilishi mumkin bo'lgan imkoniyat yo'lini to'sib qo'ydi. Endi bu narsani yo'lda ochishlik uchun O'zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligining rahbariyati, shu bilan birgalikda Tashqi ishlar vazirligini mutasaddi o'sha xodimlarni tinimsiz harakatlari va muzokaralari bilan xabaringiz bor, migratsiya agentligimiz rahbarlari shu tashrif buyurishganda bu masalalarni yechishdi bu yerda va yana mavsumiy ishchilar vizasi O'zbekiston uchun tiklandi. Bu degani, hurmatli fuqarolar, tiklandi degani yana kelib qochib ketsam bo'ladi degani emas. Siz yaxshilab tushunishingizni va hurmat qilishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Kelib ishlayib turishingiz jarayonida hech qachon qochishni o'ylamang. Siz bir marta qochdingiz bo'ldi. Davlat imiji, o'zingiz imijingiz va o'zingizni qaytib Koreyaga kirib kelishingiz imkoniyatlaringiz to'silib qolishi mumkin. Siz yaxshilab ishlab ketsangiz, shu korxona yana sizni taklif qiladi. Masalan, 5 oydan 8 oygacha mavsumiy ish muddati. 8 oy ishlagandan keyin odam masalan qish mavsumida ish kam vaqtda qishloq xo'jaligida O'zbekistonga qaytib, bir 2 oy uyda damini oladigan bo'lsa, yanvar yoki fevral oyidan yana yangi yil uchun shu korxona sizni yana taklif qilishi mumkin. Bir necha marotaba kirib kelganingizdan keyin balkim kelajakda Koreyada imkoniyatlar yaratilsa, shu yerda qolib uzoqroq ishlash imkoniyatlari bo'lishi mumkin-da. Ya'ni imkoniyatlar orqasidan imkoniyatlar yaratilyapti turgan holatdamiz. Hech qachon o'zingizga berilgan imkoniyatni kesib qo'ymasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Hozir ham shunday holat bormi yoki yo'q? Ayni vaqtda yo'q. Demak yo'q. Buni ustida hozir qattiq ishlayapmiz, tushuntirishlari ko'p olib borilyapti. Afsuski o'rtada 1-2 holatlar kuzatilyapti. Bu ham fuqarolarimiz biz bergan ma'lumotlarga to'laqonli eshitib, tushunmaganligi yoki bo'lmasam shunga amal qilmaganligi yuzasidan bo'lyapti. Lekin fuqarolarimiz keyinchalik o'zlari bizga aloqaga chiqyapti-da, o'sha jarimaga tortilib qo'ygan holatlarda men O'zbekistonga tezroq qaytishimga yordam beringlar deb ariza bilan chiqishyapti. Ya'ni bu narsa keskin qisqardi deb ayta olamiz. 9 viza bilan ishga kelib turib, nelegal chiqqan yurtdoshlarimizga O'zbekistondan sud qarori bilan qanaqadir jarima summalar kelayotgan ekan. Bu haqida yo e'tibor bermadim, yo gapirmadingiz. Aniq summa shunga e'tibor bersangiz, keyin mana Epstopga tanlov bo'ladi-ku. Tanlovga ham o'tib beraman, imtihondan o'tib beraman, Koreyadan tanlattirib beraman deganda ham hozir ochiq Telegram guruhlarda ko'pdi. Shunaqa qilib sizlarni Koreyaga chaqirib beraman deydiganlar bor. Shu haqida to'xtalsangiz. Keyin hozir bu intervyuni ko'rganlar Koreyada faqat o'sha arbayt qilib, nima deydi, qora mehnat bilan shug'ullanayotganmiz O'zbekistondagilar. Agar O'zbekistondan rasmiy shartnoma bilan faqat jismoniy mehnat orqali ishga emas, aqliy mehnat orqali ham ishga chaqiriladigan bo'lsa, buni ketma-ketligi jarayoni yoki kimlarga bu narsa ruxsat berilishligi haqida gapirib bersangiz. Y9 vizasida kelgan-ku, nelegalga chiqib qolgan holatlarda yoki bo'lmasam boshqa holatlarda uylariga o'sha suddan yoki bo'lmasam majburiy ijrodan xat yoki migratsiya agentligidan xat kelayotgan fuqarolarimiz albatta yo'q emas, bor. Bu fuqarolarimiz qanday? Yuqorida aytib o'tdik-ku.
uch taraflama bular shartnoma tuzishganda migratsiya agentligi o'zi va ularga kafil bo'lgan fuqaro, ya'ni qarindosh urug'lari bilan o'rtasida shuni 402 bandida aniq ko'rsatib qo'yilganda, siz fuqarolar faqatgina nelegalga chiqsangiz shtraf kelmaydi. Siz migratsiya agentligini Koreya vakolatxonasini ogohlantirmagan holatda va biz bilan kelishmagan holatda o'zingiz o'zboshimchalik bilan ishxonangizni o'zgartirsangiz ham har oyingizga $2000 afsuski sizga shtraf boradi. Yaxshigina ko'p ekan. Ko'p. Bu nimaga qilingan? Bunaqangi choralar xalqimizni jazolash yoki bo'lmasa boshqa uchun emas. Bu albatta Koreya Respublikasi tomonidan O'zbekiston ishchilariga bo'lgan talabni imijini ko'tarishlik uchun. Ya'ni ish beruvchilarning ishonchini, O'zbekistonga bo'lgan yo'qolgan ishonchini yana ham qaytarishlik uchun qilingan narsa. Bu degani biz sizni faqatgina jazolaymiz emas, bizga aloqaga chiqing, sizga kerak bo'lgan barcha yordamni beramiz. Shuning uchun shu yerdamiz. Bu birinchi savolingizga javob. Ikkinchi savolga javob beradigan bo'lsam, hozir har xil kanallarda seni EPS topikdan o'tkazdirib berishim mumkin yoki Koreyaga olib kelib qo'yaman degan odamlar chiqyapti deyishyapti mana. Bunaqangi odamlarga ishonmang. Internetni ichi to'la dezinformatsiya ko'proqda. To'liq informatsiya olmoqchi, aniq informatsiya olmoqchi bo'lsangiz, migratsiya agentligiga murojaat qilishingiz mumkin O'zbekiston Respublikasida. Agar siz Koreyada yoki bo'lsangiz, qarindosh urug'laringizga qanaqadir ma'lumot olib bermoqchi bo'lsangiz, mana bizga murojaat qiling, biz sizga aniq ma'lumot beramiz. Kimdir sizni testdan o'tkazdirib qo'yishligi yoki bo'lmasam kimdir sizni Koreyaga olib kelib qo'yish huquqiga ega emas. Hukumatlar o'rtasida tuzilgan shartnomalar asosida faqat vakolatli organlargina bu bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega xolos. Endi Koreya Respublikasida faoliyat yuritayotgan fuqarolar faqatgina qora ish uchun keladigan fuqarolar emas. Yuqorida aytib o'tdim, noprofessional va professionalga bo'ldim. Noprofessional degan kontingentimiz bu Y9 vizasi. Ya'ni qanaqadir bir kasb egasiga bo'lmagan holatda ham Koreyada kelib faoliyat yurish imkoniyatiga ega bo'lgan fuqarolarimiz. Endi bundan tashqari professional fuqarolarimiz bor. Professional yo'nalishga kimlar kiradi? Ya'ni qaysidir bir sohani vakili, shu soha bo'yicha mutaxassis bo'lsangiz, masalan 2020 ushbu yil yanvar oyidan boshlab vakolatli chet elga o'sha ishga jo'natish xususiy bandlik agentliklari tashkil qilingan O'zbekistonda. Shu agentliklarga murojaat qilishingiz mumkin. Shu agentliklar orqali taqdim etgan o'sha so'ralgan hujjatlar taqdim etilsa, bu hujjatlar shu Koreyadagi ish beruvchiga keladi va ish beruvchi tomonidan sizga viza jo'natiladi va shu orqali kelish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, bu narsani siz o'zingiz to'g'ridan to'g'ri agar bu yerda ish beruvchi bilan agar kontaktga ega bo'ladigan bo'lsangiz, tilni bilgan holatda o'zingiz ham amalga oshirishingiz mumkin. Endi Koreya Respublikasida faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimizni hammasi qora ish bilan shug'ullanishmaydi. Bu yerda o'zlarini katta bizneslarni ochgan yurtdoshlarimiz bor. Hattoki mana studentlarimiz, student aka, uka, opa, singillarimiz bu yerda o'qishyapti. Bular ham ertadan keyin professional ishchi bo'lishadi. Ya'ni universitetda qaysidir soha vakili bo'ladi, bu soha bo'yicha professional bo'lishadi va shu sohasi bo'yicha ishga kirishsa, sizlar ham professional ishchilar qatoridasizlar. Va bundan tashqari Koreyaga student bo'lib kelib, keyslarda aytadigan bo'lsak, student bo'lib kelib, bu yerda o'qishni bitirib, Koreya ishxonasiga ishga kirib, shu joyda malaka oshirib qanchadir muddat davomida chiqib, o'zini korxonasini shu yo'nalish bo'yicha ochib, hozirgi kunda 10 dan oshiq Koreya fuqarolarini ishlatib turgan o'zbek yoshlarimiz bor. Bu yoshlarimiz 40-50 yoshdagilar emas, 20 bilan 30 yosh oralig'idagi yigitlar. Maksimum shu juda borsa 35 yoshgacha bo'lgan yigitlarimiz shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Masalan, onlayn bozorlar ochgan yigitlarimiz bor yoki bo'lmasam chet eldan mahsulot import qilib kelib, Koreyani Imart, boshqa katta savdo majmualariga mahsulot topshirayotgan yoshlarimiz bor. Bu degani O'zbekiston salohiyatli davlat. O'zbekistonning yoshlari, ya'ni bizdagi DNK salohiyatli DNK deb bilamizda biz. Biz bu DNKimizda ko'chadagi qaro ishda ishlab ham foydalanishimiz mumkin yoki bo'lmasam shu ishlash jarayonida o'zimizni ustimizda ishlab, tilda o'rganib yoki qaysidir mutaxassislikka ega bo'lsak, shu narsani professional darajaga ko'tarish imkoniyatiga ham egamiz. Biz hammamiz salohiyatli insonmiz. Hammamiz yaxshi imkoniyatga ega insonmiz. Hammamizdagi imkoniyat to'g'ri foydalana olsak, yaxshi natijalarga erishamiz. Masalan, Cheju orolidagi Halla universiteti bilan biz yaqinda shartnoma qildik. Yana buni ham e'lon qilmoqchi edim. Koreya Respublikasida Y9 vizasi bo'yicha faoliyat yuritayotgan yoki boshqa vizadan faoliyat yuritayotgan fuqarolarimiz uchun universitet bir semestrda 200 ming wonga o'qishga tinglovkim olaman deyapti, ya'ni o'qish pulini.
Tasavvur qiling, bir semestrda 200 ming vonni bizni taxminan 2 million so'mga to'g'ri keladi. O'zingiz bilasiz, Koreyada 200 ming von bir kun yoki 2 kun ishlasa topiladigan pulda. Fuqarolar, siz hafta davomida ishlang, shanba, yakshanba kuni bizga aloqaga chiqing, Cheju orolidagi shu Halla universiteti bilan sizni bog'lab qo'yamiz. Ular bilan shartnoma qiling, shanba, yakshanba qilib, xohlasangiz 2 yillik o'qishni o'qib, Chonmunde deyiladi, 2 yillik o'qib diplomini oling yoki bo'lmasam 4 yillik o'qishga o'qing. 4 yillik o'qishni o'qisangiz ham siz atigagina qancha pul ishlatasiz? 200 ming vondan 4 ga ko'paytirsak qancha bo'ladi? 400 ming, 800 ming von, ha? 1 million 600 ming vonga siz 4 yillik o'qishni tugatishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Bundan keyin yana ham yaxshi imkoniyatlar sizlar uchun yaratish uchun doimiy harakatdamiz. Shuning uchun harakat qilsak bo'ldi. Biz endi ko'proq salbiy mavzuni gapirganimizga sabab, ko'p muammolar ham aynan shu salbiy vaziyatlardan kelib chiqmasin degan ma'noda, informatsiya yetarli bo'lsin degan ma'noda aytyapmiz. Shubhasiz aytganingizdek, Koreyada, mana Vayu Koreyada biz faoliyatimizni yuritib shuni ko'rdikki, Koreyada salohiyatli, bilimli, aytganingizdek, yaxshi lavozimlarda ishlaydigan yoshlarimiz juda yetarlicha. Ular haqida ko'p gapirmaymiz, lekin bizda boshqa yo'nalish loyihalarimiz bor. Aynan ularni misol sifatida vatandoshlarimizga ko'rsatadi. Mana shu yerda aytib o'tmoqchiman, Koreyadagi o'zbek yoshlari orasida ajoyib bir tendensiya paydo bo'lyapti. Ya'ni o'zbek yigitlari asosan ko'proq uchraydi. Aynan IT sohasida, ishchi vizalarda, aynan kompaniyalarda ishlashyapti. Bu juda ham ajoyib, chunki biz Vayu Koreyada o'tirib, yoshlarni qanaqa yo'nalishdan ketayotganini, qanday yo'nalishlarda aynan yoshlarimiz ko'pligini, qanday o'sayotganini ko'rib turamiz va bu misolda men hamisha ko'p intervyularda aytaman, ya'ni bizda yigitlarimiz, qizlarimiz aynan IT sohasida juda ham yaxshi joylarda ishlashyapti va juda ham yaxshi vizalarni almashtirishyapti. Albatta biz Migratsiya agentligi Koreya vakolatxonasi faqatgina o'sha noprofessional ishchilar bilan emas, biz mana bunaqangi professional, o'zini biznesi bilan shug'ullanib turgan, ya'ni ish beruvchi maqomiga erishgan vatandoshlar bilan ham doimiy aloqadamiz. IT sohasi bo'yicha gapirib o'tdingiz. IT sohasi bo'yicha Samsung korxonasini bosh ofisida umumiy bitta katta отделениyani Pujang deyiladi, rahbari, отделение rahbari bo'lib ishlayib turgan IT sizlarda akalaringiz bor, opalaringiz bor yoki bo'lmasa dunyoda birinchi o'rinda turadigan Nvidia degan korxona bor. Ayni vaqtda hozir rankingda birinchi o'ringa chiqdi. IT sohasi bo'yicha shu joyda ishlayib turgan o'zbek yigitlarimiz bor. Ya'ni Koreya ofisida ishlashadi, Nvidia'ni salohiyatli yigitlarimiz juda ham ko'p. O'zimiz bilamiz-ku, hozirgi butun bir texnologiyalarda asosi hisoblangan algoritmni asoschisini qidiradigan bo'lsak ham o'zimizning hududlardan kelib chiqadi. Ya'ni bizning DNKmiz juda ham salohiyatli DNK. Hurmatli yoshlar, shu DNKga mos harakat qilishimiz kerak. Tushunarli. Mana shu yerda bitta qisqa aytib o'tmoqchiman. Ba'zida vatandoshlarimiz, nafaqat ishchilar, balki talabalarimizda ayniqsa nelegal holatga tushib qolishiga asosiy sabablardan bittasi shu yuqorida aytilganidek, ko'pchilikda tavsiyasidan ham ko'ra vatandoshlarimizda informatsiya yetishmasligi deb ham juda o'ylayman. Bilamiz, immigratsiya agentligini, aynan immigratsiyani kol xizmati bor. Ushbu kol xizmatida o'zbek tili hali ham yo'q va vatandoshlarimiz ko'p holatlarda aniq ma'lumotga ega bo'lishmaydi. Bilasiz, Koreyani viza tizimi juda ham murakkab tuzilgan. Ko'pchilik ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin va shunday holatlarda afsuski talabalarimiz ayniqsa ko'p holatda informatsiya, ma'lumot yetishmasligi sababli ham nelegal holatga ko'p chiqib qolishyapti. Menda hozircha shu savollar edi. Agar sizda qanaqadir qo'shimcha bo'lsa, bemalol marhamat. Ijozatingiz bo'lsa, biroz yana fuqarolarimizga murojaat qilmoqchi edim. Hurmatli fuqarolar, siz yolg'iz emassiz. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Hech ham o'ylamang, men yolg'izman Koreyada deb. O'zbekiston Respublikasi yurtboshimiz boshchiligida, Migratsiya agentligi rahbarlarimiz boshchiligida biz Migratsiya agentligining vakolatxonasi, elchixona hammamiz birgalikda sizni yordamingiz uchun shu yerdamiz. Sizni qanaqadir bir haq-huquqingiz buziladigan bo'lsa, sizda qandaydir ma'lumot yetishmovchiligi bo'lsa, yoki bo'lmasam qiyin ahvolga tushib qolsangiz, yuqorida aytib o'tilgan raqamlarga yoki bo'lmasam Telegram kanallari orqali biz bilan aloqalashishingiz mumkin. Biz shuning uchun shu yerdamiz. Bardam bo'ling. Har doim meni yordamchilarim bor ekan deb ishonch bilan o'zingiz ustingizda ishlab, koreys tilini yaxshilab o'rganib, yana ham yaxshi mutaxassis bo'lishlik ustida ishlasangiz, bizni boshimiz osmonga yetadi. Katta rahmat.
Sizga intervyu uchun kattakon rahmat. Qadrli vatandoshlar, ushbu uchrashuvimizni aynan migratsiya agentligi bilan qilishimizdan maqsad kimnidir yaxshi ko'rsatish, kimnidir yomonlash maqsadida emas albatta. Bu shunchaki shu sizning informatsiyaga, ma'lumotga, yetarli ishonchli ma'lumotga ega bo'lishingiz uchungina tashkil qilindi va bundan tashqari kelgusida ham biz ushbu loyihani davom ettiramiz. Maqsadimiz to'g'ri motivatsion intervyularni qilish emas, balki maqsadimiz vatandoshlarimizga kerakli, foydali va ayni damda qiyin vaziyatda bo'ladigan bo'lsa, ushbu vaziyatdan chiqarish uchun tashkil qilinadigan intervyular bo'ladi. O'ylayman, agar sizda shu qiziqroq mavzular bo'ladigan bo'lsa, shu borada kommentariyalarda yozib keting. Shubhasiz sizga rahmat bizlarni kuzatganingiz uchun. Katta rahmat.